$460 7 brendining 65 dyumli QLED televizor. Televizor QLED bo'ladi. Eng естественный ko'rsatadigan televizorlarning turiga kiradi. Android sistemada ishlaydi. Bu любой programmani sketchat qilib, bu televizorda ishlata olasiz degan. O'zida Bluetooth bor. Buni naushniklarni Bluetooth orqali ulab olib turib, distansionni bemalol eshitib ko'ra olasiz. Kolonkasi Dolby Audio bo'ladi. Bu sifatli ovozni sizga yetkazib berish uchun mo'ljallangan. YouTube, Netflix hamma programmani podдержка qiladi, o'zida загрузка qilib qo'yilgan. Pulti smart pult bo'ladi. Bemalol pultga gapirib, poiskovoy sistemada ishlata olasiz bu televizorni. Konkurensiya kuchayib ketganning hisobiga kompaniyalar televizorlar narxini tushirishni boshladi. O'zi bunaqa televizorlar $8 dan $1000 gacha sotilgan. Aynan siz hozir bu televizorni $460 ga xarid qila olasiz. Mahsulot original mahsulot, ofitsialniy 2 yil kafolati bor. Eng glavnisi 12 ta viloyatda servis sentrlari bor. Kunduz 900 bo'ladi. Zo'r televizorni arzon narxga olishga ulgurib qoling. Pastda nomerlar bor, telefon qilib zakaz beringlar, bemalol zakazinglarni qabul qilib olamiz.